Bugungi mavzuyimizni e'lon qilamiz. Yolg'onchi sovchilar deb nomlanadi. Mana kelayotgan sovchilar kazo ekan. Kuyovni oyog'ini tagida mashina ekan. Voy, yana xizmat qilib mashina. Mana shunaqalarni juda ko'p ko'rdim. Sovchi surishtirish kerak. Bir kunda borgan sohada bu fotiha qilib kelish kerak emas. Hozir sovchi keladigan payt, agar 1 yildan keyin, 2 yildan keyin bunga sovchi kelmay qo'ysa-chi deb hovliqib, mana shunaqa ko'r-ko'rona berib yuborishyapti yoshgina qizlarni. Lekin baribir sen qizingni qanaqa joyga berayotganini bilishing uchun oldin sizlarni kim yubordi deb so'rash kerak edi. Maqsad o'sha o'rtada turgan ayollar ham nimadir manfaatini o'ylab, nimanidir nima qilgan. Bu juda ham noto'g'ri narsa. O'sha kuyovga ham, ota-onasiga ham, boshqasiga ham bu naqd shu jinoiy javobgarlik. Giyohvandlik bo'ladigan bo'lsa, o'shani bilardi. Shu narsani yashirganlik uchun bu narsa albatta javobgar bo'ladi. Bu narsani buni his qilish kerak. Biz aktyorlar, aktrisalar bunchalik rol o'ynay olmaymiz. Nimaga ko'p ajratishlar bo'lyapti? Bu yolg'onlar orqasidan, yolg'ondan boshlangan hayotni orqasidan ajratish ko'p bo'lyapti. Kelgan sovchilarni bir analiz qiladi, tahlil qiladi. Gapirayotgan qancha bitta informatsiya 3 marta, 4 martalab takrorlanyaptimi? Demak, bu Tinmay yolg'on. maqtalyaptimi? Nimadir yolg'on. Murojaatdan maqsadim, azizlar, qiz uzatishda shoshmanglar. Yolg'onchi sovchilarni tuzog'iga hech ham aralashib tushib qolmanglar.